kim bir-biri bilan urushgan bo'lsa, srochno yarashib olinglar. Chunki sizlar bizni havomizni buzyapsizlar. Toza havoni yo'q qilib tashlayapsizlar. O'zingizning negativni energiyalaringiz bilan, azizlarim. Srochno aka, uka, opa, singil hammasi bir-biridan kechirim so'rab, vibratsiyani ko'tarib, energiyalarimizni ilohiy energiya o'tkazsak, yuragimizdan baxt, mehr, muhabbat balqib tursa, ana bunda bizni havomiz top-toza bo'ladi, azizlarim. Srochno bugundan boshlab kimdan xafa bo'lsangiz, srochno daftar, ruchka olib kechirim so'raymiz yoki telefon qilamiz. Mana ikkalamiz biz bulg'ayapmiz. Bu dunyoni o'zimizni negativ energiyamiz bilan men sendan kechirim so'rayman deysiz.